İnşallah. İnşallah. Penaltini ko'ryapti. İnşallah. İnşallah berib qolsa borimizni foydamizga. İnşallah, inşallah. 9 kishi bo'lib yurib ketsak, la havla va la quvvata illa billah. Penaltı! Allahu Ekber! Allahu Ekber! To'p oldida himoyachi Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Afsuslar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qandaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Chiqamadan oldinda. Shu zo'r o'yinchida Hasanov fint ketdi. O'rnanib ketdi. O'zing qalqin, o'zing! Yomon qildi. Hasanov. Voy. Saudiyaning o'tmaydi. Voy! Va o'tirg'izib oyoqlarini orasidan Dahshat etdim. Dahshat. Bular chempion bo'ladi. Bular yig'lab yordi. Bo'ldi. Hisob chempion bo'ldi. Voy o'ynab ketdi. Bu yog'iga farqi. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Zo'r. O'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvoza bo'lish. Mana Hasanov bizda qanday o'ynash kerak futbolni. Ha do'stlar. 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov. Husanovni butun dunyo ko'ryapti, mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va oyoqlar orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov. Mana ko'ram, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Go'zal. Va yana bitta. Oyoqlar orasidan. Bu kolxoz uchun, bu rais uchun deydi. Shunday. Mashhur filmda. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganimiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Ha, do'stlar. Hozir aytib turgandek, bunaqa g'alaba qozonish zavqli bo'ladi.